Nimaga yetamdan beri po'xt ishini qilyapmiz? Ha, bo'xt ishidan boshqa narsa yaramagandan keyin qilasanlar-da. Qilmaymiz, jonimga tegdi. Sassiq bo'lsa ham qilasanlar. Qishda istib o'tirishni bilasanlar sandalda hamang. Aka, bu tez qilib tashlaylik. Akalar, singlimizlarni xafa qilishdi. Yana ulgurmading. Nuqul bizlardan oldi o'rtashaveradi. Hadi solishga. Ashit kayfda ana. Dadajon tort pishirdim. Ona qizim, rosa shirin tort pishiribdi. Akalaringni ko'rmading? Yeb ko'ring, ko'rmadim. Rosa shirin ekan, o'zing yeyver, akalang qayda-ku? Yeng dedim. Ha, ona qizim erkaliging yoqmaydi-da. Loydan ham shirin chiqargan tort 3 kundan beri loy yeyapman. Oshmasin. Nima uchun men qilishim kerak? Sen ishing bo'lgan aka, o'zing tozalasan-da. Bu solishga emas. Kim qildi unda? Opa choshimni o'rib qo'y. Opa, aka bo'ladi. Aka chochini o'rib qo'y. Yasamga tegma, nima qiz bola ko'ryapsanmi? Bor o'rtalaringni o'yna. Bir yoqqa. Rahmat opa. Arzimaydi. Opa? Hayya deymi? Miyani qattig'ini chiqarma, ma'rif, qaytar dunyo ko'rasan hozir.